رسول الله يا سندي ضعفت وخانني جلدي وهاج الشوق في كبدي وهاج الشوق في كبدي فأدركني وخذ بيدي. Dunyoga kelgan inson sog'-salomat holda uzoq hayot kechirishni istaydi. To'satdan kelgan dard, kasallik, betoblik va boshqa musibatlar bu istagiga ko'ra yashashga monelik qiladi. Shuning uchun inson ko'proq sog'ligini o'ylaydi. Kasal bo'lgan vaqtda undan qutulishning chora va tadbirlarini qidiradi. Chunki biron a'zosi og'rib turganda hayot lazzati va rohati tatimaydi. Shu boisdan xalqimizda sog'lik umring garovi, el sog'ligi yurt boyligi, tani sog'ga kunda to'y kabi maqollar bejiz to'qilmagan. Usmonxon Alimovning Juma o'gitlari kitobida islom shariatida inson joni va aqlini saqlash o'ta dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shunga binoan jon va aql o'z vazifasini mukammal ravishda ado etishida rioya qilinishi lozim bo'lgan ilohiy ko'rsatmalar batafsil bayon etilgan. Agar musulmon kishi bu hayotiy tavsiyalarga rioya qilsa, ikki dunyoda hayoti namunali kechadi va jamiyat oldida inson degan ulug' nomni e'zozlagan bo'ladi. Deyilganida ham inson uchun sog'lik ilohiy ne'mat ekani va uning qadriga yetish ikki dunyo saodatini qo'lga kiritishga muyassar etishi anglanadi. Bugungi kunimizda ko'plab kasalliklar paydo bo'lib, insoniyatni xavotir va vahimaga solib qo'ymoqda. Bu kabi kasalliklardan ba'zisini davolash iloji bo'lsa, ba'zisi bedavo dardga aylanib, insonlar hayotiga zomin bo'lmoqda. Shu tufayli qanchadan qancha kishilar hayotdan erta ko'z yummoqda. Dunyoga kelgan zahoti yosh bolalar bedavo dardga chalinmoqda. Bunday kasalliklar oldini olish uchun butun dunyo mamlakatlari birgalikda kurashayotgani va unga katta mablag'lar ajratilayotgani ko'pchilikka ma'lum. Shunga qaramay, kasalliklarning yangi turlari paydo bo'lib, odamzod qalbini iztirobga chulg'amoqda. Hatto zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati hamkorlikda ish olib borganida ham ularning ildizini quritish ilojini topgani yo'q. Shunisi quvonarliki, zamonaviy tibbiyot bilan xalq tabobati bir-biriga yaqinlashmoqda. Ilgarigi tuzum davrida bu ikkovi o'rtasida hosil bo'lgan bo'shliq chekinmoqda. Keyingi vaqtlarda xalq tabobati va uning muolaja usullariga qiziqish oshib, oddiy giyohlar bilan davolashning bezararligi, xarajati kamligi va oddiyligi ko'pchilik ishonchini qozonmoqda. Xalq tabobatiga ko'ra, ayrim sodda muolajalarni uy sharoitida ham bemorning o'zi amalga oshirishi va kasalini davolashi mumkin. Shuning uchun xalq tabobatiga oid muolaja turlari va usullarini hayotda tatbiq etish borasida bir qator risola va qo'llanmalar chop etildi va chop etilmoqda. Bu esa bemorlar sog'ligini tiklash, bezarar davolashda qo'l keladigan muolaja usullarini ommaga yetkazish va har tomonlama foydali ekanidan ko'pchilikni voqif etishdir. Shuni to'g'ri tushunib olish kerakki, xalq tabobati degan muolaja usuli o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan emas. Bu uzoq asrlar davomida mahoratli tabiblar tajribasidan o'tib, xalqning mehr va ixlosini qozongan muolaja usulidir. Sho'ro davrida din va diniy ta'limotga salbiy nazar bilan qaralgani bois, tibbiyotning oddiy va sodda muolaja usullari xurofiy tabobat degan nom bilan ataldi. Hatto ularni eskilik sarqiti va xurofot deb yomon otliq qilindi. Chunki bu kabi sodda va oddiy ko'ringan muolaja usullari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tib bilan bog'liq ko'rsatmalari va tavsiyalariga borib taqalishini xalqdan sir tutishga urinilgan. Bu borada ustoz Alixon To'ra Sog'uniy rahmatullohi alayhning yozib qoldirgan risolasida payg'ambarimizning tib bilan bog'liq qarashlarini xalq ommasiga yetkazishga urinishlar bo'lganini alohida e'tirof etishimiz kerak. Imom Termiziy rahmatullohi alayh kitobida Ibn Abbos roziyallohu anhudan keltirilgan rivoyatda Rasululloh alayhissalom ikki ne'mat borki, ko'pchilik odamlar uning qadriga yetmaydi. Bular sihat salomatlik va xotirjamlikdir deganlar. Payg'ambarimiz inson sog'ligi katta ne'mat ekanini bildirib, uning qadriga yetish va o'z vaqtida undan unumli foydalanib qolish kerakligidan ogohlantirmoqdalar. Ko'pchilik ana shu ikki ne'matdan biri sog'likni boy bergandan keyin afsus nadomat qiladilar. Bundan kelib chiqadiki, 4 muchasi sog'lom kishi o'z sog'ligini qadrlashi va kasal bo'lmaslik chora-tadbirlarini ko'rib yurishi lozim.
Aksincha, vaqt o'tgandan keyin qancha mol dunyo sarflasa ham o'z sog'ligini oldingi holiga tiklay olmasligi mumkin. Yangi asrga qadam qo'ygan insoniyat katta muammolar qarshisida dovdirab qolmoqda. Shunday katta muammolardan biri sihat salomatlikdir. Inson tanasida paydo bo'layotgan yangi kasalliklar kelib chiqishini aniqlash, unga tashxis qo'yish va davo chorasini topishga ba'zi hollarda inson aqli ojizlik qilmoqda. Yana shuni ta'kidlash kerakki, o'tgan asrda kasallikni davolashda kimyoviy dori-darmonlar kuchiga ortiqcha baho berish va tez ta'sir qilishni inobatga olib, unga ruju qo'yilishi oqibatida xalq tabobati va tabiiy malham dorilar bilan davolash tadbirlari e'tibordan chetda qolishi bugungi kunda tibbiyot sohasi olimlari tomonidan tan olinmoqda. Shu bois yildan yilga xalq tabobati va tabiiy malham dorilar bilan muolaja qilishning bezararligi, arzonligi va foydali xususiyatlari ko'pligi haqida xalq tabobati, tabobat durdonalari, hadis va hayot turkumidagi tib va dam, unutilgan tabobat va boshqa ko'plab risola va qo'llanmalar nashr etilib, xalqimizga yetib borgani quvontiradi. Tibbiyot fanlari doktori professor Jumanazar Beknazarov suhbatlaridan birida shunday deb keltiradi: zamonaviy tibbiyot tabiiy bo'lmagan dorilarni kimyoviy usulda sintez qilib, ular vositasida hujayralarga ta'sir etish yo'lini tanladi. Bunday dorilar odam organizmidagi modda almashuv jarayonini sun'iy ravishda tezlashtiradi yoki sekinlashtiradi. Oqibatda organizm zo'riqadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, organizm uddalashi lozim bo'lgan ishni sintezlashtirilgan dori bajaradi. Natijada inson vujudi ana shu kimyoviy dorilar keltirgan va keltirayotgan zararga qarshi kurashish bilan ovora bo'ladi, qoladi. Oqibatda bunday kimyoviy dorilarni uzoq muddat iste'mol qilgan organizm immunitetini qisman yoki butunlay yo'qotadi. Buni isbotlash u qadar mushkul emas. Antibiotik va gormonlar bilan uzoq vaqt davolangan bemorning ahvolini kuzatish kifoya. Mana shu fikr mulohazalardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, inson tanasini juda nozik va sirli xilqat hamda yaratganning bir mo'jizasi deb qarash va unga juda e'tiborli munosabatda bo'lish kerak. Biroq inson nafs va shayton qutqusi tufayli yeb ichishda haddan oshadi. Halolini qo'yib, taqiq harom qilingan ozuqa va mahsulotlarni tanovul etishdan o'zini tiymaydi. Natijada ko'z ko'rib, quloq eshitmagan dardga yo'liqqanda, undan xalos bo'lish maqsadida yelib yuguradi. Qur'oni Karim va payg'ambarimizning hadis shariflarida inson tanasiga qaysi narsalar foydali va qaysi narsalar zararli bo'lishi aniq tiniq bayon etilib, uning oqibatlari va asoratlari haqida xabar berilgan. Biroq ba'zi insonlar unga quloq tutmaydi. Quloq tutgan taqdirda ham itoat etmaydi. Bundan esa o'ziga zarar yetadi. Uzoq yillik kuzatishlar, turli tibbiy manbalarni o'rganish, tabiblar bilan muloqotlar shuni ko'rsatadiki, xastalikka chalinishga asosan 5 omil sabab bo'lar ekan. Bular tana a'zolarining shamollashi, ovqatlanish va uyqu me'yorining buzilishi, kam harakatlilik, sog'lik zavoli bo'lgan zararli illatlar hamda asab tizimining buzilishidir. Abu Ali ibn Sino umrni barakali qilish va sermazmun hayot kechirish uchun johil bo'lmaslik, isrofga tushmaslik, shirin suxan bo'lish, taomga o'ch bo'lmaslik, sharob va xamir ichmaslik, tamaki chekmaslik zarur ekanini aniqlagan edi. U agar muntazam ravishda badan tarbiya mashqlari bilan shug'ullanilsa, dori-darmon iste'mol qilishga ehtiyoj qolmas edi, degan. رسول الله يا سندي ضعفت وخانني جلدي وهاج الشوق في كبدي وهاج الشوق في كبدي فأدركني وخذ بيدي